O'yindan oldin natijani hal qilib kelishimiz kerak edi. Nima deganda oxirgi o'yinda bosim ko'payib ketishi mumkin edi. Bundan juda ham xursandmiz o'sha yerda hal qilib kelganimizdan. Chunki juda ham yaxshi atmosfera, muxlislar, xalqimiz hamma xursand. O'shani juda ham yaxshi Dubayda bo'lgan, keldik ham. Lekin kelganimizda ko'proq odam kutib olsa kerak deb o'yladik aeroportda. Endi baribir 37 millionmiz har holda. Bu yerda ko'proq bo'ladi deb o'yladik, lekin bilmadim, unaqa bo'lmadi. Balkim 10-dek o'yinni hamma kutayotgandir, xudo xolasa. O'sha o'yindan keyin shunaqa atmosfera bo'lsa kerak deb o'ylayman. Qatar bilan o'yinga xalqimizga chiroyli bayram tuhfa qilish, xudo xolasa, undan tashqari o'zi yaxshi hisob-kitoblar bor undan tashqari. Ya'ni uyda o'ynaymiz, chiroyli o'yin o'tkazib, g'alaba qozonib, muxlislarning oldida yaxshi tugatishimiz kerak bu siklni deb o'ylayman. Xalq bo'lgan bo'lsa ham baribir uyda o'ynaymiz, bu terma jamoa. Xudo xolasa muxlislarni xursand qilib g'alaba bilan bayramni yana ham davom ettiramiz degan umiddamiz.